Mana shu mashinani motorini remont qilish kerak ekan. Bu mashina 2-3 yildan beri mana bir joyda turgan ekan. Mana motor ahvoli. Hozir ustaxonaga olib borib, sochib ko'ramiz nima kami-ko'z. Mana olib keldim. Mashinani sochdim mana motorini. Xullas yuvib tozalab chiqsam, kolsavatga chiqadi, remontga chiqadi. Gilzalar yaxshi, Xudoga shukr. Hozir mana kolsalarni Porschelarning kanavkasini tozalab, kolsani bosamiz. Golovkaga ishlov beramiz, Xudo xolasa. Bo'ldi inshaalloh. Shu bilan Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh yurg'izib chiqamiz.